Tak menga parasta nimalarni tayinlab qo'yishgan edi Toshkentda. Assalomu alaykum hamyurtlar. Mana men Ergashev Dilshod, Doktor Ali klinikasining shifokori bo'lib ishlayman. Kecha hoji onamiz kelishganlar. Bu vaqtda bo'yinda osteoxondroz, protruziya holatda kuzatildi. Toshkentga borganmidingiz? Toshkentlarga borib diagnostikalardan o'tishganda hech narsa ishlatmang, bu og'ir holatlar deb bu yoqqa tushuntirishgan ekanlar. Bizning klinikamizga kelganlarida men o'zim yengilgina manual terapiya qildim. Shu manual terapiyadan keyin o'zimizdagi mahsulotlarimiz, ya'ni Doktor Ali rayhon kremlarimiz, archa yog'larimiz, Doktor Ali choylarimizni berganimdan keyin bugungi holatlarini o'zlari tushuntirib berishadi sizlarga. Bo'ynimda grija bor edi. Tashkillarga bordim, hamma joyga bordim. Professor deyishdi, o'shalarga kirdim. Hammasi tegma, massaj qilma, tegma dedi bu yerga. Keyin bu yerga kelsam, bu o'g'lim aytdiki, "Yo'q, qo'rqmang" dedi. "Tegaveramiz" dedi. Agar o'shani teksangiz dedi, oyoq qo'lingiz ishlamay qoladi dedi. Ehtiyot qiling o'zingizni dedi. Tak menga parasta nimalarni tayinlab qo'yishgan edi Toshkentda. Keyin xo'jayin ko'nishmadi, yo'q qilmaymiz dedi. Keldi qaytarib aparastadan. Keyin mana rahmat 2-3 doktorlar ko'rinib 4 yil bo'ldi bu narsaga ega kirdim, boshqa qildim. Keyin bu yerga keldik, bu o'g'limni oldiga. Bu yerda bitta qizimiz shunaqa yaxshi ekan, u bu deyishdi. Aslida men xo'jayinni olib kelgandim. Qo'llarini ko'rishdi, boshqa qilishdi. Keyin meni ham ko'rib qo'yasizmi desam, ko'rib qo'yaman deyishdi. Keyin ko'rib, "Yo'q, meni urmaysiz, massaj qilmaysiz. Men shunaqa nervni ustida grija, men ehtiyot qilishim kerak. Hatto nevralarimga ushlatkizmayaptim men." Keyin "Yo'q, urmaysiz" desam, "Yo'q, doktor qo'rqmang" deyishdi. "Men mutaxassisman" dedi. Olib kirishib, o'sha nuqtalarga nima berishdi. Yo'q, hech narsa qilmadi. Xudoga shukr, ertalabga haqiqatan orqa miyam meni o'kil qilsa, tish muzlagandek muzlab turardi orqa miyamda. Keyin shu nima qilgandan keyin qo'yib yubordi, yaxshi bo'lib qoldim. Ertalab tursam hech narsa yo'q. Allohga shukr, yaxshi bo'lganimga ishonch hosil qilib, keyin endi bularni olib kelgan joyim. Opamni, o'zimni qizimni olib keldim. Nimaga effektini bildimda men. Men qo'llarim qo'yib yubordi, qulog'im tortib kar bo'lib turdim. Haqiqatan o'zim bilib turdim, ikkala qulog'im qo'yib yubordi. Bildim, chirt etib qo'yib yubordi. Birov gapirsa, "Voy, qaytar gapirsa ekan" degan nima bor edi menda. Men endi mahsulotni endi ichishni boshladim-da aslida. Bu o'g'limda shu nimasini ko'rib, nimasini ko'rib qo'yib yuborgani uchun men qizimni, opamni olib keldim.